Ustozim Risolat Umidovna bugun sizlar bilan birgalikda kiyim tikamiz. Bo'lsa bundan oldingi qo'ygan postimda gapga ketyapman deganimda shu ko'ynidan Risolat ustozim ham zakaz berdi. Gapga borganimda gapdagi qizlar va Risolat ustozim zakaz berdilar. Keyin men bozorga tushib materiallarni ko'rib keldim va o'zimning materialimdan 2-3 xil rangi yana kelibdi. Juda ham ko'p qizga material qolmadi degandim, lekin bor ekan, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Keyin men ularning razmerlariga modellab tikishni boshladim. Kiyimni tikayotgan bichayotgan paytim juda ham katta qo'rquv bo'ldi, chunki ularga yoqadimi, yoqmaydi, meni chokim yoqadimi, meni ko'ynagim ustimda yoqqan bilan ularga yoqadimi deb rosa ham qo'rqdim, lekin ishoninglar, videoni oxirida o'tib sizlar ham bemalol har xil narsalar zakaz bersanglar bo'ladi. Menga obuna bo'lishni unutmang. Hali ustozimga juda ham ko'p kiyimlarni tikamiz. Kiyib ko'rib, primerkasiz bittada hamma joyi o'xshab chiqibdi deb menga yana 18 ta kiyim zakaz qildilar. Qanaqa chiqqan izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Men uchun juda ham muhim